Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Nevrologiya akademiyasi lektor doktor Serdar. Bu videoda biz klinik neyroradiologiyaning ikkinchi darsi, ya'ni MRT rejimlari haqida gaplashamiz. Birinchi rejimimiz bu TVR rejimi. TVR rejimini biz qanday farqlaymiz? Asosan biz e'tibor berishimiz kerak likvorga. Likvorda TVRda bu ko'rinadi, gipointensiv ko'rinadi. O'tgan darsda biz aytgandik, ya'ni semiotikaga bag'ishlangan qismida, agar biz giperintensivligini qayerdan bilamiz? Kulrang moddaga nisbatan solishtiramiz. Kulrang moddaga nisbatan to'qroq yoki qora ko'rinsa, bu biz uni gipointensiv, unga nisbatan ochroq ko'rinsa giperintensiv yoki oqish ko'rinsa biz uni giperintensiv deb aytamiz. Xo'p, nimalar gipo yoki izointensiv ko'rinadi? Likvor yuqorida aytdik, gipointensiv qora rangda ko'rinadi. Oq modda oqish ochiq rang ko'rinadi. Bundan tashqari kulrang modda to'q kulrang yoki izointensiv ko'rinadi. Yog' to'qimalari ham bunda giperintensiv, ya'ni oq rangda ko'rinadi. TVR rejimini biz qachon ishlatishimiz kerak? Birinchi navbatda anatomik detallarni baholashda, ya'ni bo'lishi mumkin atrofiyalarni baholashda bizga asosiy diagnostik rejim hisoblanadi. Chunki bunda ya'ni sulkuslar, ya'ni egatlar orasi kengayib ketadi, shuning hisobiga ham aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari anatomik nuqsonlarni ham, ya'ni defektlarni ham aniqlashda TVR rejimini ishlatamiz. Keyingisi yog'ni aniqlash, ya'ni lipomalarni ham aniqlashda ishlatamiz. Uchinchi usul kontrastli tekshiruv, ya'ni o'smalarni kontrast yordamida diagnostikasida asosan faqat TVR rejimida ishlaymiz. Keyingisi qonning surunkali bosqichlari, ya'ni gemorragik insultlarning o'tkir osti, ya'ni 3 kundan 14 kungacha bo'lgan oralig'da TVR rejimida bular giperintensiv oq rangda ko'rinadi. Mana bu yerda kontrast yordamida TVR rejimida tekshirilgan, ya'ni meningiomani farqlash. Kontrast yordamida TVR rejimida ko'rilganda giperintensiv, ya'ni o'ziga shimib, ya'ni shu yerda to'planib bizga oq rangda ko'rinadi. Agar biz ya'ni yubormaganimizda, ya'ni kontrast modda yubormaganimizda faqat bir xil rangda ko'rinar edi, ya'ni miya to'qimasi bilan bir xil ko'rinar edi. Shuning uchun ham kontrast modda yuborilgan. Yuqorida aytdik, gemorragik insult, ya'ni o'tkir osti davrida, ya'ni 3 kundan 14 kun oralig'ida oqish, ya'ni giperintensiv ko'rinadi. Bu yerda berilgan subdural gematoma. Yana bu yerda yog'lar ham ko'rinadi. Bizda giperintensiv korpus kallozumning lipomasida ham TVR rejimidan foydalanamiz. Bu tug'ma nuqsoni hisoblanadi, ya'ni bu zararsiz hisoblanadi. Faqat yiliga 1 marta yoki 2 marta MRT tushib turish kerak, ya'ni nazorat uchun. Bu odatda tasodifan aniqlanadi. Korpus kallozumning lipomasi. Keyingi rejim bu T2 rejimi. Buni qanday farqlaymiz? Bunda farqlash uchun e'tibor berishimiz kerak likvorga, ya'ni qorinchalarga e'tibor bersak, bunda oq, ya'ni giperintensiv ko'rinadi. Shunga qarab biz T1 yoki T2 ni farqlab olishimiz mumkin. Buni qachon ishlatamiz? Buning asosiy maqsad ishlarni, ya'ni suyuqliklarni aniqlash. Ya'ni deyarli barcha kasalliklar ishlar bilan kechadi, ya'ni infeksion moson yoki insult yoki o'sma kasalliklarda har doim atrofiga suyuqlik to'playdi. Biz shu patologiyani aniqlash uchun T2 rejimidan foydalanamiz. Masalan, bu yerga e'tibor bersak,
Masalan, o'sma bo'lsa, uning atrofida shish rivojlangan. Bu yerga e'tibor beraylik. Bu yerda ham giperintensiv ko'rinadi. Yana bitta rasm. Bunda ham o'sma tasvirlangan, lekin bu yerda T1 rejim, bu yerda T2 rejimi. T1 rejimida faqat biz farqlashimiz mumkin kulrang moddaga nisbatan to'qroq ko'ringan. Ya'ni bu yerda farqlashimiz mumkin kulrang moddaga nisbatan to'qroq ko'ringan. Masalan, bu yerga e'tibor bersak, mana bu yerda hosila mavjud va bu yerda mavjud. Lekin T2 rejimiga e'tibor beraylik. Bu yerda yaqqol aniq ko'rinadi. Shuning uchun ham T2 rejimdan foydalangan ma'qulroq, ya'ni informativ usul hisoblanadi. Endi infeksiyadan keyin ham rivojlanar edi, ya'ni shishlar kelib chiqadi, edema kelib chiqadi. Bunda ham T2 rejimi informativ usul hisoblanadi. Bu yerga e'tibor bersak, ensefalit, ya'ni gerpes ensefaliti bu yerda ham, ya'ni yallig'lanish o'choqlari, ya'ni shish rivojlangan qismlarini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu yerga e'tibor berish kerak. Yuqorida aytdik, biz likvor oq bo'lishi kerak edi. Bu yerda qora ko'rinyapti. Bu flare rejimi, ya'ni T2 rejimidan normal likvorni o'chirib qo'ygan rejimi. Bunga flare deyiladi. Bu T2 ning o'zi. Flare rejimi. Xo'p, T2dagi qarasak, bu yerda ko'rishimiz mumkin temporal qismida va insula qismidagi shishlarni, ya'ni ensefalitdan keyingi rivojlangan shishlarni ko'rishimiz mumkin. Asosan ensefalit va meningitlarda biz diagnostika qilishimizda asosan flare rejimidan foydalanamiz. Lekin T2 yordamida ham ensefalitlarda shishlarni aniqlashimiz mumkin. Keyingi rejim flare rejimi. Flare rejimi T2 rejimidan nimasi bilan farq qiladi? Asosiy farqi nima? T2 rejimida likvor, ya'ni normal miya suyuqliklari o'chirilmagan bo'ladi. Flare rejimida bular matematik usulda hisoblab likvor suyuqliklari o'chirilgan bo'ladi. Shuning uchun ham flare rejimida bizga likvor ko'rinadi, gipointensiv, qora rangda ko'rinadi. Patologiyalar shish yoki o'choq bizga ko'rinadi, giperintensiv ko'rinadi. Asosiy farqi shu, ya'ni normal likvor signali o'chirilgani bilan farq qiladi. Buni biz qachon ishlatamiz? Asosan tarqoq skleroz, bundan tashqari yana ishlatamiz subarachnoidal qon quyilishlarda. Chunki T2 rejimida bu likvor bilan aralashib ketadi, bizga to'liq informativ ma'lumot bermaydi. Shuning uchun ham subarachnoidal qon quyilishlarda ishlatiladi flare rejimi. Savol tug'iladi, nima uchun kompyuter tomografiya emas? Ma'lumki, kompyuter tomografiya bu to'qimalarning zichligi qarab bir-biridan farqlaydi. Qon quyilish 3 kundan yoki 3-4 kun undan oshgan bo'lsa, gemoglobin parchalanishi hisobiga zichlik kamayadi. Ya'ni bu paytga kelib kompyuter tomografiya qon quyilgan achak bilan miya to'qimasini bir-biridan farqlay olmaydi. Yoki qon quyilish miqdori kam bo'lsa ham kompyuter tomografiya uchun yetarli darajada zichlik hosil qilmaydi. Shunda biz flare rejimi orqali aniqlab olishimiz mumkin. Va kichik shishlar, miya po'stlog'ida kuzatiladigan kichik shishlarda ham aniqlashimiz mumkin. Ya'ni ensefalitlarda ham flare rejimidan foydalanishimiz mumkin. Mana bu yerda subarachnoidal qon quyilish berilgan. Bu T1 rejimi, T2 flare rejimi. E'tibor bersak, ya'ni bu yerda likvor bilan aralashib ketgan. Bunda ham unchalik ma'lumot, ya'ni tasvir uncha yaxshi emas. Bu yerga e'tibor bersak, to'liq, ya'ni chegarasi aniq ko'rinyapti. Shuning uchun ham
flare rejimi subarachnoidal qon quyishda foydalaniladi. Yuqorida aytdik, tarqoq sklerozda ham biz flare rejimidan foydalanamiz. Bu klassik ko'rinishi, ya'ni Dawson barmoqlari deydi. Bu tarqoq sklerozning klassik belgisi hisoblanadi. Bu bir bemor, ya'ni ikki xil kesma, ikki xil rejim va ikki xil kesma. Bu yerda T2 va flare. Bu yerga e'tibor bersak, achaklar yaxshi ko'rinmayapti. Har bir ikkitasini aniqlashimiz mumkin. Bu yerda yuqorida kam, ya'ni yaxshi ma'lumot bermaydi. Shuning uchun ham tarqoq sklerozda bizlar foydalanishimiz kerak. Flare rejimi orqali diagnostika qo'yamiz. Keyingi rejimimiz DVI va ADC rejimi. Bular nima? Bular asosan to'qimalardagi suyuqliklarning oqimini hisoblash yoki ularni aniqlash orqali tasvir hosil qiladi. Bunda DVI rejimida ishemik achak ko'rinadi bizga giperintensiv, ya'ni oppoq ko'rinadi. ADC rejimida esa gipointensiv bo'lib ko'rinadi, ya'ni qop-qora bo'lib ko'rinadi. Ishemik insultda asosiy rejim hisoblanadi. Bularda tasvir hosil bo'la boshlaydi 15-30 minut o'tgandan keyin, ya'ni ishemik insult 15-30 minutdan keyin biz aniqlashimiz mumkin DVI va ADC rejimi orqali. Savol tug'iladi, ishemik insult T2 va flare bilan ham aniqlashimiz mumkin. To'g'ri, bunda ham aniqlash mumkin, lekin bunda tasvir hosil bo'lishi uchun 4-6 soat o'tgan bo'lishi kerak. Keyingina bularda tasvir hosil bo'ladi. DVI va ADC da esa faqat 15-30 minutdan keyin hosil bo'ladi. Qachon ishlatamiz? Albatta, o'tkir ishemik insult, abses va sitotoksik shishlarni aniqlash uchun ishlatamiz. Sitotoksik shish bu ishemik insult, ya'ni insultlarda rivojlanadigan shishdir. Mana bu yerda ishemik achak, bu yerda yuqorida aytganimizdek giperintensiv, ya'ni buni ko'rinyapti DVI, bu yerda esa gipointensiv, ya'ni ADC rejimi orqali farqlaymiz. Shunday bo'lganda biz ishemik insult deb diagnoz qo'yishimiz mumkin. Savol tug'iladi, agar ikkalasida ham, masalan, bunday oq bo'lib ko'ringan taqdirda nima? Bu qanday holat? Ya'ni bunda ham ishemik insultmi? Yo'q, bu eski achak bo'lishi mumkin. Bunda ishemik insultning kriteriyasiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ishemik insult bo'lish uchun DVI da oq ko'rinishi kerak, giperintensiv, va ADC da ko'rganimizda esa bo'lishi kerak gipointensiv. Shundagina biz ishemik insult deb aytamiz. Endi o'sma yoki absesligini qayerdan bilamiz degan savol tug'iladi. Birinchi tasvir, ya'ni chap tomondagi, bu T1 subplyus. Bu nima degan? T1 rejimi kontrast ishlatilgan holatda. Keyingisi esa DVI rejimi. E'tibor bersak, ya'ni kontrast yutilmagan, atrofida turibdi. Ya'ni bu qachon kuzatiladi? Qachonki markaziy qismida qon tomirlar bo'lmasa, shunday tasvir hosil bo'ladi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin, absesda ham bo'lishi mumkin, yomon sifatli o'smada. Chunki yomon sifatli o'smaning markaziy qismi nekrozga uchrab ketadi, u yerda qon tomirlar bo'lmaydi. Bunday holatda ikkalasini biz qanday farqlaymiz? DVI rejimi orqali farqlaymiz. DVI rejimida ko'rinadi abses. Absesda suyuqlik harakatlanmaydi. Shuning uchun ham markazidagi suyuqlik ko'rinadi bizga yorqin rangda. O'sma.
o'smada qanday ko'rinadi? Bu yerda yuqorida aytganimizdek, bu ham T1 subplyus, ya'ni T1 rejim kontrast ishlatilgan. Bu yer keyingisi esa dvi. Bu yerda teskarisi. Markaz bilan suyuqlik harakatlanib turadi. Shuning hisobiga esa bu yerda ko'rinadi, gipointensiv ko'rinadi. Yuqorida aytdik, DVI rejimi hisoblaydi bu to'qimalardagi suyuqlikning harakatini. Ya'ni agar to'qimadan suyuqlik harakatlanmasa, ma'lum bir qismidan, bu yerda ko'rsatadi giperintensiv. Bular bo'ladi. Ya'ni abses va ishemik insultda ham qon tomir yopilib berkilib qolgan hisobiga u yerdan suyuqlik harakatlanmaydi. Shuning hisobiga esa, ya'ni qon tomir yopilib qoldi, sitotoksik ish rivojlandi, keyin esa DVI rejimida giperintensiv ko'rinadi. Absesda ham shunday. O'smada esa teskarisi. Bu yerda suyuqlik harakatlangani uchun bu yerda gipointensiv ko'rinyapti, ya'ni qora rangda ko'rinadi. Shu orqali biz farqlab olishimiz mumkin, o'sma yoki absesligini. Va yana bitta rejim bu stir. Bu asosan orqa miya, ya'ni umurtqa pog'onasining metastazlari va osteomiyelitlarni diagnoz qo'yish uchun ishlatiladi. Bu nima qiladi? Buning vazifasi suyak to'qimasidagi yog'larni o'chirish, ya'ni ilikni o'chirish vazifasini bajaradi. Chap tomondagi rasm ko'rsatilgan T1 rejimi. L5 umurtqasida biz nima bo'layotganini farqlay olmayapmiz. Shunchaki qora hosila yoki qorayib ko'rinyapti bizga yoki gipointensiv holatda. Endi biz stir rejimini ishlatganda qanday ko'rinadi? Yuqorida e'tibor bersak, barcha yog' to'qimasi o'chirilgan, ya'ni suyakdagi va bu yerda oqarib ko'rinyapti. Ya'ni bu boshida qandaydir yana qo'shimcha nimadir bor. Umurtqa pog'onasida bu ko'rsatilyapti, metastaz bo'lishi mumkin. Ya'ni asosan prostata bezining adenokarsinomasi umurtqa pog'onasiga metastaz beradi. Xulosa nima? Xulosa T1 rejimi orqali anatomiya, ya'ni anatomik defektlarni aniqlashimiz mumkin va kontrast ishlatib o'smalarga diagnoz qo'yamiz asosan. T2 rejimi umumiy patologiya. Yuqorida aytdik, bu shishlarni, ya'ni suyuqliklarni aniqlaydi. Buning natijasida bo'lishi mumkin o'sma va infeksion kasalliklar yoki insultlarda ham bo'lishi mumkin. Va bizlar asosan orqa miyada T2 rejimini ishlatganimiz ma'qul, chunki oq fonga, ya'ni bunda ko'rinadi. Masalan, bu yer oq ko'rinadi va shunga nisbatan qora grijalarni diagnoz qo'yish nisbatan osonroq hisoblanadi. Orqa miya patologiyalarida ham T2 asosiy rejim hisoblanadi. Keyingisi Flare rejimi. Asosiy Flare rejimi orqali tarqoq sklerozga bizlar diagnoz qo'yamiz. Yuqorida aytdik, DVI va ADC rejimi. Bular orqali biz ishemik insult dastlabki bosqichida abses va o'smalarni bir-biridan farqlashimiz mumkin. Keyingisi stir rejimi. Orqa miya yallig'lanishlari, ya'ni osteomiyelit va metastazlarni shu rejim orqali aniqlaymiz. Barchaga rahmat. Shu bilan bu video dars tugadi.